Assalomu alaykum, Okean televiziyasi Tartaq san'ati programmamizdan aziz ko'rurmanlari. Bugungi son yosh cho'lpon sayfimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Nurali Hasan. Aslayman timtas bog'lar go'zal shuncha, tanho qoldim azab chekdim nemishqa. Qechib yurisan nechun mendin shundoq, qutqazgin ketmegin sen yiroqlarga. Sibiryadan soğuk kirip hava tutuldu. Yağmur arlaş, kar yağdı, kar arlaş, yağmur yağdı. Bullak pişi, kaynak pazar, şümek noğuş, etip çamgur. Geldi, doğuğa geldi, elip pekin tosmunuzne. Hey, afo kılın, güzel kılçak çeçip ettik osmunuzne. Örüp ettik yaymınızne. Bugungi bizning alayda mehmonimiz bo'lsa, 10 yil avval moda iqim naqsasida utuq qozongan bir yosh ham shundaqla Pirchangi guruhining qurg'uvchisi Baxtiyor Tursun Pirchangi. Marhamat. Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz mehmonlar. Sizlarga Baxtiyor Tursun Pirchangidan o'tib salom. Rahmat. Xo'sh. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Biz ammamiz sizni tanıymiz. Siz xeyli bir ulam mushunaq sohasida utuq qozongan bir yosh desak tamoman bo'ladi. Oldi bilan suhbatimizni boshlashdan burun ekran oldidagi o'zingizdan tomoshabinlarga o'zingizni qaytadan bir qisqacha qilib tunishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, ekran oldidagi qarindoshlar, do'stlar, birodarlar, inilar, singillar, hammanglarga Baxtiyor Tursun Pirchangidan salomlar bo'lsin. Men 10 yil burun yana Pirchangi guruhisini qurdim. Bizning Pirchangi guruhida ikki qiz, bir o'g'il. Biz 2005-yil qurilib 2005-yil tunji plastikamizni tarqatdik. Bu jarayonda bizning naqshlarimizni bo'libmi yoshlar, kichiklar bak yoqtirib oldi. Biz buni shu Pirchangi guruhining bir gul ekansizda, unda. Shu chaqada shundaqda. U chaqda bizning toza mushu muzikaga, naqshiga urinib turgan vaqtlarimiz bo'lg'ashqa, men bu shu plastinka uchun ko'p ajr singdirgan. Mening bu sağa kirib qilishimda mening opam eng cho'ng roli bor. Biz 5 o'g'il. Men o'zim Oğulcu şehirde tug'ilgan. O'smirlik, balalik, yana o'rta maktab hayotlarim Oğulcu şehirde o'tgan. Keyin oliy maktabni Xinjiang pedagogika universitetida muzika kasbida bitirdim. Bitirib shu bitirgan yillar Xinjiang bolalar sifat maktabining Gangqing ma'lumligiga, ya'ni real ma'lumligiga qolib qoldim. Ya'ni siz muzika sohasida sistemli tarbiya olgansiz. Men o'qigan. Men kichigimdan tortib mushu sahaga qiziqdim. Chunki mening opam mushu Ruslarning ta'siriga uchragan o'zi bir doktor, ulug' onalarning birisi. Mushu bolalari 5 o'g'ilni beqish jarayonida yana bizni qator etishdan sirt, yana mushu madaniyat bo'lgan mushu muzik jihatimi bizni ko'p tarbiyalagan. Opam o'zi kichik vaqtimizda shu akordeon elib, o'zining bilishicha shu akordeonni bizga o'rgatib, bizga mushunchalik olatga ekan. Mening ustimda 3 akam bor. Cho'ng akammo garmonist. Ikkinchi akammo Sfandashuningki muzika kasbini bitirgan. U muzika o'qituvchisi. Uchinchi akam bo'lsa, u muzika chaldi, aytdi, u doktor. Demak, hammalar san'at ishlarida shug'ullangan. Asosan 5 o'g'ilning hammamiz naqsh aytalaymiz, muzika chalalaymiz. Men bo'lsam hamda mushu 5 o'g'ilning ichida hamda azroq qozondim desam bo'ldi. Men o'zim buning sistemlik tarbiyani uningdan sirt men o'zim Urumchida bo'lg'ashqa bu sohaga men cho'kib kiraldim. Bu jarayonda men hamda sifanda shu qabul qilinib kelganda xalq naqshisi aytib kelgan. Men ili xalq naqshlarini xeyli yaxshi aytdim. Men sifanda shu o'qiyotgan mazgillarimda shu faoliyatlarda naqsh etsam chavak uzilmaydi. Yaxshi aytdim. Kim nima sabab bo'ldi? Men shu moda naqsh iqimiga boshlab kirib ketdim. Qiziqib qoldim. Shuningdan boshlab mushu sohada, ya'ni mushu moda iqim sohasida izlanyapman. Burun men boshlang'ich o'qiyotgan vaqtlarim qo'ydayman. Shu vaqtlarda sizning bir naqshingiz darajadan tashqari bek moda bo'lgan. Esimni qilishcha. İsmi Yulduz Cho'lpon qo'ydayman. To'g'ri. Qo'shkichlik naqsha. Uchimiz aytgan. Shu naqsh to'g'riliq azroq bir gap berasiz.
Qaysi jihatdan deysiz buni? Shu davrning o'zida shundaq moda bulalishida ham uningdan kirgan sizga va mayli iqtisodiy kirim bo'lsin va mayli boshqa jihatlardagi ta'sir kuchi bo'lsin, mush jihatlarda. Bo'ldi. Bu Yulduz Cho'lpon degan naqsha asli bizning ko'nglimizda yana bir naqsh edi. Haliqi nim bo'lib ketdi, moda bo'lib ketdi deb o'ylaganda. Bu Qozog'istonningki O'rda degan guruh aytgan naqsh ekan. Keyin bizmi bu naqshni aytgandan keyin bizmi o'zlashtirganda nihoyat yaxshi o'zlashtirdik. Buni muzikasini chet eldan kirgan Shohrat degan og'inam chappagan, pechasini ishlagan. Bu naqsha boshda biz plastinkani tayyor qilib bozor silishni o'qimaymiz-da. Biz endi daysovdiganlarimiz deymiz. Daysovdiganlar yangi men chiqib boqmagan. Daysovdiganlar sizak ba'zi bir deydilar, voy buni eliqa o'pchiday qilib, sizlarning naqshdan ikkini bir deyna ichida ashunda deylar batdi-ku burun. Degani mening unumgan buning uchun. Ya unda qilmayman deb qaytib kelib ash araliqda 1-2 yil o'tib ketib qoldi bu naqsha. Asli 2004 chiqib bo'lgan naqshdi. Keyin shuning bilan buni bizning shu bir og'ina yangi day bazrashgan, plastinka bazrashgan shu 30 ming yuanga setib olib, bu plastinkani bozorga solgan. Butun huquq bilan 30 ming yuanga setib o'tganman. Chunki o'zim bu bozorni o'qimayman. Hozir mumkin bo'lsa, ash naqshidan bir 2 misra aytib beradimsiz. Qaysi naqshidan? Yulduz Cho'lpon. Buning tekslarni bu 10 yil oldin aytgan. Esingiz qolgan bo'yicha. Aytib baqay, tekis esimdan. Söygenim közleringe qaraynadin ve yaki köyüp yürgen yüreğimden. Vücudum tolup taştı volkan kabi mehrin goya ateş ıllık senin. Yıldızım çaknap durgan asmanımda sen tuyuksuz yoqap kettin köz aldımdan. Çaqnap turgan özаңны qaydın tapay Vəslinge yitermem men sığıngan Kelsen çocan Yulduz Cho'lpon Men sığıngan Rahmat aka. Esim bakar aldı. Bir xil burun qoqtirib esim kelib qoldi. O çağlarda sen 2005-yil kichik o'choq. Başlangıç o'qiyotgan mezgil. Anlashimcha siz hozir qaytadan bir yangi plastinkaga tayyorlik qilibsiz, shundaqmi? Shundoq. Bu plastinkaning ishlanish jarayoni va tarqatilishi bo'lgan oraliqdagi ba'zi bir ishlarni bizga bir xabardor qilamsiz. Bo'ldi. Men 2005 pirchangi plastinkasini tarqatgandan keyin 10 yil jarayonida biz yangi narsa qilmadik emas, qildik. Televizor ekranlarda ancha-muncha naqshlarni etdik, lekin plastinka chiqaramadim. Chunki turmush ishi, o ish bu ishlar bilan xizmat besimi deymiz biz o'qituvchi bo'lgandan keyin darsimiz jiq, dars o'tilgan gap. Keyin o'sha 2010-yilga kelganda menga bir ish ta'sir qildi-ku. Shu yoshlarimiz qarsam, o'sha ekranlarda naqsh etdi. O'zimizning shu moda sohasida naqshning kamchiligini his qildim. Chunki bolalar tingirqab qolgan naqshchilar bek ko'p. Onun eslib baqidi, buning eslib baqidi. Menmi shunda bo'lganda, shu to'xtabdi. Mening mush soat azroq bir talantim bo'lganki, men yangi bir narsa qilib baqay deb 2010-yildan boshlab mushu moda sohasiga ijodiyatga kirishdim. Ham yaqin do'stlarim orqali ijodiyat yozdim. Shuning bilan bu plastinka mana 1 yil ro'yatga chiqdi. Bunday qilishimning sababi bizningmi shuna moda sohasida bizningmi ijodiyatlarimiz bo'lishi kerak. Bizningmi Uyg'ur naqshlarimiz bo'lishi kerak. Har vaqtda biz chet elnikini yoki boshqa millatlarnikini o'zimizga akilib, uni ag'dirib etishimizning hojati yo'q. Bizning o'zimizda Uyg'urning ashunda naqshlar bo'lishi kerak deb bu jihatda 5 yillik izlandim. Izlanish jarayonida bu plastinka ro'yobga chiqdi. Mushu Qurbayit bilan 10-oylig'ida bu plastinka tomoshabinlarga yuz ko'rishdi.
buningga birinchi naqshlar butunlay bizning Uyg'ur puroqni asos qilgan bo'lmasdan, balki xalqaralashganda biz yer sharidagi har qanday bir millat anglasa, melodiya jihatdan qabul qila oladi. Endi tekstni tushunmagan bilan melodiya bizmi chet elning naqshlarini anglaymiz, tushunmaymiz, lekin melodiyasini yoqtiramiz. Shuning o'xshash melodiyani xalqaralashgan bir xil har qanday bir millat anglasa qabul qila oladigan holatda ishildik. Buningga nurg'un naqshlarni tayyorlab, ashning ichidan javharlik qilib, yangi naqshidan 8, kona naqshidan 2 ni qetib qo'ydik. Hammasi yangi bo'lib ketsa, yupyon bo'lib ketadi. Shunga endi kona naqshlarimiz orqali tomoshabinlarimizga burunqi Pirchangi gruppasining yana tirishayotganligi, yelimi borlig'ini isbotlash uchun qetib qo'ydik. Jami 10 naqsha bu. Hozir Pirchangi gruppasida qanchadan bor? Burun biz Pirchangi gruppasi 3 to'q. Kim bizning bir amrimiz hamda chekindi, turmush bu ishlar sababidan u yoq balaliq bo'ldi, chekindi. Hozir hamda Pirchangi gruppasi ikkimiz qoldik. Yana Venera Nurmamat bilan men qoldim. Sizning ayolingizga deyman. To'g'ri. Venera Nurmamat mening ayolim bo'lgan bir oila kishilar. Biz nim qilsa qila oladi ekanmiz. Hamda bu soat degan bak night murakkab soatchu bu. Buningga mashq qilgan vaqt bu hamda sirtdan odam qassak nurg'un ishlarga taqishdi ekan. Shunlashqa biz oila o'zimiz bo'lgandan keyin ikkimiz bu qitimqi plastinkaga asosan ikkimiz etdik. Ikkiinglar to'g'ri tushunishib, u deyishib, har jihatdan yordamlashib bu plastinkani ikkimiz etdik. Bu Pirchangi degan ismning qanday aloyligi bor? Men tunji qitim anglaganda Pirchangi deb hayron qolgancha, mushtan ozroq bir tushuncha berasiz. Bu Pirchangi sababi yo'qmi ya? Ya buning sababimi bor. Biz uchimiz ash plastinkani ishlab, mashq qilib, buningga nurg'un tayyorlik qilganda, biz uchimiz bo'lgandan keyin 3 chaq deb qo'yamdik. Yakimiz uni deb qo'yamdik. Nurg'un ismlarimiz o'ylashganda, buning chuqur bir ism bo'lish kerak-da bu guruhda. Keyin bizning shu xizmatdoshimiz Zamandin Paksat degan shoir bizning maktabda ishlaymiz. Bu to'xta, men senga bir ism deb berman deb bu Pirchangi degan ismni menga topadi. Men Pirchangi degan ismni men anglab ham bilmaydi ekanman. Keyin bu deb bergandan keyin buning shu tarixdagi hamda rivoyat qilinishicha bir naqshchining ismi ekan bu. Bu ismni men anglagandan keyin boshda g'alat tug'ildi. Keyin yoqtirib qoldim. Shuning bilan buningga biz Pirchangi deb ism qo'ydik. U odammi naqsh sohasida 300 yoshga kirguncha naqsh etgan odam ekan. Shunga Pirchangi ilm hayot deb bu ismni qo'ydik. Shunda demoqchi. Unda bo'lsa hozirgi plastinkangizga tayyorlik qilib, boshlanishdan boshlab hozirga kelgacha bo'lgan oralikda qanchalik iqtisod ketdi? Hamda raskabni qilsam bunga bakcha iqtisod ketdi. Bizning asli planligimizda buni muzikalarni asosan chet elda akkordlashtirdik, tirik sozlarni chaqirdik, masalan gitar, bas, saksofon deymiz, hammasini tirik chaqirdik. Buning hammasi pul bilan bo'lgan gap. Bu muzikalarni ishlab, ovozga ep bo'lgandan keyin buni unumlash jihatda men cho'qim buni men chet elda qilg'izman deb ovozni mishada ilib, ovozni ashaq unumladik. Hamda men pul xarjlabdim, ashning qilg'izay deb har bir naqshning shu unumlash uchun $500 pul ketdi. Bir naqsha. Bir naqshaga. Unumlashga ayrim musiqa ishlashdan sirt unumlashga $500 ishlab. Unda bo'lsa naqshining suratlik nusxasi, ya'ni MV'si-chu. Bizning planimizda MV'ni chet eldan ekib ishiltiman. Mushu bizning Uyg'ur MV jihatda bir ilgirlash bo'lsa deb. Men buni chet eldan rejissor akilman deb, mushu O'rta Osiyodagi Mika degan bir rejissor. MV'ninki ishlab shu unumlab berish hammasiga bir MV'ga 40 milliondan deyishgan. Uning nurg'un asarlari va O'rta Osiyodagi masalan qozoq, qirg'iz, rus nurg'un cho'lponlar ashning MV'sini ishlatdi. Shuning ideyasi bo'yicha. Ashning ideyasi bo'yicha. U odatda aldirab birsinikini ishlamaydi ekan. U shu yaqsa, uslubiga tushsa ishlaydi ekan. Masalan, ideyasiga yoqmaganga pul bersinmi ishlamaydi ekan. Biz yomon tasdiq ekanlik uni. Armanım sen sığıngan yüreğim, bir uzun sen tilagim, ömürdeki yüreğim adarım, bir özünü söyermen. Takdirimnin açıcı kolunda, ah yol görsen yolumga yey. Mengü baxit koşuşka, yoruq töktün yolumga. Soğukanda düşmüş dünya
bizning planlagan pulumuzdan